Bugungi videoda bizlar o'quv markazida qiziqarli challengelar qilamiz. Men challengelar bilan sayt tayyorladim. Har qaysi birimiz random tugmasiga bosib, o'zimizga randomni tushgan challengelarni bajaramiz. Sariqdagi challengelar oddiy bo'ladi. Qizil rangli challenge esa bu ekstremal challenge. Uni esa biz videoni oxirrog'ida bajaramiz. Biz bu videoni olishda Shanxay o'quv markazidan foydalandik, chunki Shanxay o'quv markazi bu qulay atmosfera va zo'r vibe. Xullas, hozir challengelarni bajarishni boshlaymiz. Kim bir bolalar? Yana dondonziki. Davay. Ayman jus. Qanday bunday? Davay, qanaqa senga challenge tushar ekan? Tosh qaychi qog'oz kim birinchi yutsa yutqazganini peshonasiga chertadi. Voy, yana Yutqazganini peshonasiga chertadi. yana oson davay. Ayman jus. Mana do'stlar ko'ring. Давай, второй бекзот fiksning. Давай. Nima tushdi? Ichidan 20 soniya ko'z uzmay kameraga qarab turib turish taqiqlanadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Xo'sh, qani endi meniki. Random. Spider-Man devorga suyanib 10 soniya davomida tur. Chalakara choshina mana. Voy, bilin, 10 soniya. Qim tepaga chiqayotgan harakat qilib turishingiz 3 5 6 7 8 chiqing, davay. Bismillahirrohmanirrohim. Behuda o'zing gunohlarini kechir. Brend. 10 soniya ichida kiyimingni ixtiyor brend logo bilan ko'rsat. Bilam, yerda bor edik, yuvib tashlaganman-da. Mana. Polo. Polo. Fiksning polo. Keyin nima bor? Futbolkang qanaqa? Futbolka nima? Mana. Lion ekan, Lion. Faqat shunday. Liberty XL. Ballar. Xullas, Crocs, короче. Crocs, teshik. Go. Boksing 15 soniya davomida ko'rinmas raqib bilan jang qil. Oktagonga jangliga, davay. Oktagon kutadi. Oktagon kutadi. Davay. Bitta masaj. Davay. Yutasan. Bo'ldi, raqib yo'q bo'ldi. Xo'sh, high five. 5 soniya ichida xonadagi hamma bilan qo'l berib ko'rish. Nima gap, tinchmi? Bo'lyaptimi? Vallahi qachon yangi video olamiz? Operator. Bo'ldi. 15 soniya parta ostida kirib, u yerda turib kameraga salom yo'llang. Короче, do'stlar, zo'r, shinamgina 2 xonali uy sotiladi. Kartani qirib qidirsalar ham topa olmaysizlar. Короче, bu uy zo'r, tavsiya beraman omadchilarga. Necha sekund edi? 15 sekund. 15 sekund. Necha sekund bo'ldi bilmayman do'stlar. Shuncha obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramdagi Saman Boboy, YouTube Islom TV bilan nima edi? Qulayliklari zo'r ekan. Do'stlar, kamera oldida 20 soniya qotib turib qimalash mumkin emas. Menga shunaqa challenge. 20 soniya. Ha, robotga o'xshab dedi. Davay. Terminator. 1 2 3 5 7 8 9 4 15 16 17 18 18 19 20 Dina 15 soniya davomida T-Rex dinozavr ovozi va harakatlarini taqdim. 15 soniyamida realni sananglar faqat. 1 2 3 4 5 6 7 8 Billah. 11 Cringe bilan. 15 soniya ichida o'zbekcha biroq qo'shiqni baland ovozda kuylang. Вот, давай. Yana baland ovozdan. Dutordi, давай. Uni Biladi, Islom. bilib bilmay ko'nglingni og'ritgan bo'lsam, ayrim gaplardan ranjib ayrilgan bo'lsa, yonimga qayt endi, menga rahim qil. Boshqa chorasiz bechoraman sensiz. Bu hayot emas, bu umr o'tgani. Sheriging bergan 7/8 misoliga 1 soniya to'g'ri javob ber. 8 56. Kalkulyator ochsa. Cristiano Minetsu. Shu Cracks 15 soniya ichida eng g'alati raqs harakatini qil. Voy, bilin. To dinozavr to raqs qanaqa u? Har bir Eng g'alatisi shu, men ko'ring.
Bilan pizdos. Sho, bo'ldimi 15 soniya? Outro kameraga qarab 10 soniya ichida eng kreativ yakun gapni ayt. Davay, motivatsiya ber bitta zritellar. Motivatsiya berishim kerak. Ha, davay, davay. Ey do'stlarim, bu dunyodan udalet bo'lasizlar. Eslaringizdan chiqmanglar. Narigi dunyoda saqlang. Narigi dunyoga saqlanib bo'lganlaridan keyin bu dunyoga qaytib karsinkadan chiqarib bo'lmaydi sizlarni. Shuning uchun ehtiyot bo'lib yuringlar, iltimos. Noto'g'ri aytding, noto'g'ri, bunday deyish kerak. Do'stlarimga sakraganda bu dunyodan udaletlar dunyoga saqlanib. Endi men yanada kreativliroq degani uchun men kreativliroq qildim. Shuning uchun keyingi Bekzodga o'yinni beramiz. 15 soniya davomida nafas olmay tur. Davay, davay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Butun yoshligini 15. Bo'ldi do'stlar, biz ekstremalni challenge o'tamiz. Extreme mod, yuragi bo'shlar chiqib ketsin. Bir. Extreme. 2, 3. Binodan chiqib ketayotgan ixtiyoriy talabani to'xtatib, uning qo'lidan siqib, "Sen o'sha qidirilgan qahramonsan" deb baqir. Do'stlar, hayajon bilan hozir o'yin boshlandi, yuragim uryapti. Qara qancha tomoshabin o'tiribsan, man, davay. Ah, uka 1 minut niki bo'lmay qi. Telefonda gaplashyapti, shunday gaplashyapsiz, keyin anaqa qilamiz. Uka 1 minut. 1 minut uka shunday. Gapim bor. Sen bu dunyoning qahramonisan. Rahmat. Ashyalim o'zi. Extreme sheriging senga bino ichidagi eng og'ir vaznli buyumni stol parta ko'rsatadi, uni boshing uzra 20 soniya ushlab tur. Mana do'stlar, biz hozir yangi xonaga kirdik. Yo, rap bitkim. Eng og'ir. Ya meni kul aşağı. Davay, 20 soniya ketdi. Bir ketdimi? 1. Дорогие. 5, Дорогие друзья, 6, сейчас 7, 8, 9, 10, 11, gap kelmayapti. 13, 14, 15, 16, Iloncham sherik. 18, 19, 20 bo'ldi mujik. Instagramingga hozirning o'zida kameraga qarab eng kulgili ahmoqona selfie olib, men aqldan ozdim deb storyga joy. Voy, blin. Yaxshi menga tushmadi. Без близкий фиксинг, давай. Давай, фейс bo'ladimi? Wow. Aqldan ozdim. Biz muzika biznik. Bo'ldi, bajardim. 1 daqiqa davomida bino koridagi faqat chaqlangan emaklab harakat qilib xuddi zo'n kabi. Aynen. Hozir kadrga borib yemaklaydi. Hamma oltamas. Hammaning oldida bino bo'ldi. Davay, davay. Davay. Buni Instagramga narsa qo'yish yaxshi edi. Cheater. Do'stlar, mana bizning do'konimizni obzor qilamiz. Cheater, davay chiq. Meni majburlayapti, zo'rlayapti, yordam beringlar. Nima qilyapsizlar? Mana bitta zombiga o'qib. Do'stlar, bu juda qiziq narsa. Bino ro'parasiga borib, administrator qizga qarab, eng jiddiy ovozda menga zudlik bilan bitta tank buyurtma qilib bering, de. Davay. Hozir boplaymiz. Davay. Bitta. Shirin gap, erkaklar gaplari bitta bo'ldi. Ha, bitta yaxshi gap. Assalomu alaykum. Menga zudlik bilan bitta tank buyurtma qilib bering. Tank. Da, tank. Zudlik bilan tank kerak. Odamsiz unutdim. Xo'p, epladim bunisini, keyingi navbat Islomga. Shanxay School darsxonasiga to'satdan kirib, baland ovozda IELTS 9 maniki deb baqirib chiqib ketdi. Yo'q, to'xta. Qaysidir xonaga degani? Qaysidir xonaga degan. Yuringchi. Kiringda, gapiring. Qaysidir xona deyilgan. IELTS 9 maniki. Bino ichidagi ixtiyoriy o'quvchi mentor oldiga borib, uning ko'ziga 15 soniya jim qarab turdi. Bino ichidagi qayerga ketyapsiz siz? Bino ichidagimi? Ha, bino ichidagi. 6, 7. 1 2 3 6. Serce moje. 15 sekund bo'ldi. Yo'q, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bo'ldi. Videoni o'chiringlar bo'ldi. Extreme kameraga qarab do'stingga qo'ng'iroq qildi va unga men o'qishni tashlab chet elga qochib ketyapman deb aytdi. Prank. Allo, nima gap, Tima? Nima gap, tinchmisan?
Qancha Tinch. bo'lyapti? Короче, bitta yangilik aytaymi? Hop. Men chet elga ketyapman, короче, o'qishga. Yo'q, gap yo'q. Cho'tki. Shunga men bilan borasanmi? Qatga chetiliga. Ha, Amerikaga. Voy, jinnisan uydagilar bilmadim. O'zimni avtobusga gaplashganman. Oyna so'rab ko'r. Yo'q, 1 oy yoki 2 oyga ham xat'a bir ruxsat olib ko'r, ko'rishdi. Test sinovi ham bor ekan universitet. bo'lmaydi-da jigar. O'zim to'layman, fiksmen. Yo'q, gap bunda emas. Pullar вообще olmayman. Просто o'sha aytyapman-ku, anqaga gaplashib qolganman men. Bo'pti, tema prank edi, video olayotgandik. Короче, feverim chiqmaganiga o'zim undagilar anqab qilyapti. Tema prank edi deyapman, YouTube video olayotgandik. Toza stoni bile. Davay. Xo'sh, bizni bitta ishtirokchimiz kechikib keldi. Shunga nima deysiz endi? Qanaqa atmoska bor? Hozir biz kechikkani uchun 5 ta ekstremal challenge bilan qiynaymiz. Birinchi vazifa. Ishtirokchi o'quv markazidagi mutlaqo notanish bitta odamning boshqa guruhdagi o'quvchi yoki administrator oldiga borishi va ko'ziga qarab 1 daqiqa davomida umuman gapirmasdan va ko'zini uzmasdan tikilib turishi kerak. Rahmat. Bittasiga qo'lim cho'zib, indamasdan o'tib ketdi. Ikkinchisiga shunday qo'lim berdi. Keyin dast turibdi. Bittasi xola. Siniymi dedi. Voy uzunligiga Singlimi? Yo'q, prosta qarab turibdi ko'ziga birdan. Yerga o'quv markazidagi narsalarni parta, stul, sumka, ruchkalar sochib tashlaysizlar. Kechikkan ishtirokchining ko'zini sharf yoki kapshon bilan mahkam bog'laysiz. Bu xonaning bir burchagidan ikkinchi burchagiga hech narsaga tegmasdan o'tish kerak. Bunaqa qog'ozchalar topdim. Ko'zingizni yuming endi siz. qog'ozchalaringiz nima bo'ladi? Yer bilan bitta-ku. Pesnim kaptok topish qilaylik. O'ylayapti. Partan tegi bormi? Bitta joyda tursin kaptok. Nima bor bitta? Qayerga ketdi kaptok? Yuguring ketdi. Yuguring. Bitta joyga qo'yadi kaptok. Sifatini ringdayapsiz. Hozir men yashirib qo'yaman, bu qiz topish kerak. Ko'z yumib turing, nima ochyapsiz? Voy yumoq. Toping. Qayoqqa otvordi endi? Qo'lida emasmi? Tepada nima bor edi? U tushib ketuvchi. Tepada, mayli, sizga yordam kaptok tepada. Точноmi? Точно. 101%. Kelib qoldi. Shapkayi bu. Pushang. Ana. Orqasi. Nari tomonda sal yana yuring. Yana yuring. Qoladi-ku. Ana shu yerda, teparoqda. O'sha yerda ham tish. Yonda. Yo, chap taraf. Chapda, yan bitta yuring. Qayoqqa? Bitta qadam tashlang. Oy, o'sha yerda turibdi. Xuddi o'sha yerda turibdi. Tepasida joy bormi o'zi? Bor. Voy. Oy! Olmang. Va qayoqqa ketdi bu? Olib qo'ydi menimcha. Yo'q, turibdi. Yoqqa sig'maydi. Turibdi. O'zingiz yaxshilab qaramayapsiz. Boydan beri o'shani yonidan o'tib ketdingiz. Tepasida yo'q. Bayroq bor ekan. Olib qo'ydi. Turibdi, yaxshilab qarang. Qani ham? Tepada o'tib ketdingiz. Boya ushladingiz lekin olmadingiz. Bezat aka siz ayting. Ushladingiz. Shumi? Bo'lmish bo'lsa ham oyoqda kirin 1 gram. Endi 3-challengeimizga o'tamiz. Tak, 3-challengeimiz esa TikTok trend muzli plankada intervyu. Ishtirokchi 2 daqiqa davomida planka ajmaniya holatida tirsaklarida turish holatida turishi kerak qarorchi. Lekin shunchaki turmaydi. Shu vaqt ichida sizlar undan tezkor va qiyin savollarni so'raysizlar. Masalan, nega kechikding? To'g'risini ayt. Hozir cho'ntagingda nimalar bor? Boshlaymiz. Let's go. Planka.
Kaldi ismi nima? Fantamas. Shrek xotinining ismi. Islam. Oyog'im razmeri. Michael Jordan nechta muzika chiqargan? Kim u? Biz hozir qayerdamiz? Shahristonda. Smurfetdan nechta xoli bor? Xoli. Yaxshi narsa yemaysiz. O'yimiz unib ketadi. Yo'q, aynan so'ying. Endi esa mini berkin machoq o'ynaymiz. Svet o'chadi. Svet o'chganida biz yashirinamiz. Svet yonsa esa joyimizda qotib turamiz. Izlovchi odam shu paytda ichida bizni tutishi kerak. Tutolmasa, svet o'chib qolsa, biz yanada yashirinib qochamiz. Don ziki. Ya. Uchalamiz o'ynaymiz. Don ziki. Bu? Ana. Tezda titraydi, voqean mehmon. Tamam, joyda qochish kerak. Qot. Yo, tushunmadim. Hozir biz bu yerda hamma bajarganimiz chiqib kelyapti. Demak, o'yinni tugatamiz. To'g'ri aytasiz hamma. Bu videoda biz hamma challenjni bajarib bo'ldik. Shuning uchun shunaqa kontentni ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Va shunaqa videolardan zo'rini olamizmi, to'g'rimi bolalar? Конечно. Конечно. Shuning uchun like bosinglar tezroq va obuna bo'linglar. Mana bu bolalarni ko'proq videoda ko'rasizlar. De. Hammaga ciao. Давай.